Assalomu alaykum, qadrli tinglovchilar. Bugun sizlar uchun mistik, qo'rqinchli janrdagi hikoyani tayyorlab keldik. Hikoyani tinglashingizdan oldin sizlarga muhim bir narsani eslatib qo'ymoqchimiz. Qadrli tinglovchilar, agar qo'rqinchli voqealardan qo'rqadigan insonlar yoki homilador insonlar bu hikoyani eshitayotgan bo'lsa, hikoyani shu yerda to'xtating. Aslo eshita ko'rmang. Qadrli tinglovchilar, agar bu hikoyani eshitib o'zingizda salbiy o'zgarishlar sezsangiz, biz buni javobgarligini o'z bo'ynimizga olmaymiz, chunki sizlarni oldindan ogohlantirib o'tdik. Qamoqxona soyasi. Bu voqealarga 10 yil bo'ldi. Shuncha vaqt o'tgan bo'lsa ham, o'sha kechalarni eslasam, tanamdan sovuq yurib o'tadi. Biz o'shanda yangi maktabga o'tgan edik. Xiva shahrining chekkasida, tor, eski ko'chada joylashgan, ko'rimsiz, ammo ichida g'alati sokinlik hukm suruvchi bino. Dastlab hech narsa g'alati ko'rinmasdi. Kunduz kunlari hamma narsa odatdagidek. Bolalar kulishar, o'qituvchilar dars o'tishar, ayrimlari bog'dan yashirincha meva uzishar. Lekin tunda bu joy butunlay o'zgardi. Bu maktab ilgari qamoqxona bo'lgan degan gap yurardi. Boshida buni bolalarning uydirmasi deb o'ylardim. Lekin ayrim xonalar buni isbotlardi. Temir eshiklar, notekis devorlar, panjara izlari. Ayniqsa, kechqurun qorong'ida yurish dahshatli edi. Yotoqxona kiyim javonlari o'zi ochilib, yopilardi. Ba'zan eshik o'zi qulflanib qolardi. Ichkaridan burasang ham ochilmasdi. O'sha payt bizning sinfimizda hamma buni shunchaki eski bino deb o'tardi. Lekin men ishonmadim. Chunki kechalari, ayniqsa soat 2 atrofida, har safar bir xil ovoz eshitilardi. Ding, ding. Xuddi temir zanjir devorga urilgandek. Bir kecha uyg'onib ketdim. Deraza orqasida kimningdir soyasi o'tib ketdi. Yuragim urib ketdi. Do'stim Diyorni uyg'otdim. U boshida ishonmadi. Ammo eshitgan tovushini ko'rgach, yuzi oqarib ketdi. Biz sekin shkaf tomonga qaradik. Eshigi asta g'ijirlab ochildi. Ichkaridan sovuq havo urildi. Zanjir osilib turardi. O'zi asta silkinardi. Ertasi kuni bu haqda o'qituvchimiz Shavkat akaga aytdik. U biroz jim turdi-da, "Siz bolalarsiz, tasavvuringiz kuchli. U yerga endi bormanglar. U arxivxona", dedi. Ammo aynan shu so'zlardan keyin sirlar yanada ko'paydi. Kechalari tunda koridorda qadam tovushlari, devorlar orasidan eshitilayotgan shivirlar. Ba'zan qo'ng'iroqning o'zi chalinar edi. Bir kuni men, Diyor va o'zida sirni bilishga qaror qildik. Kechasi soat 12 da fonar olib arxiv xonasiga bordik. Eshik qulflanmagan edi. Ichkaridan chirigan havo hidini sezdik. Pol tagida bir yog'och taxta bo'sh edi. Uni ko'tarsak, pastga tushuvchi zinani ko'rdik. Zinapoya qorong'ilikka g'arq edi. Har bir qadamda chang uchardi. Devorlar sovuq, ho'l. Ayrim joylarda temir panjara izlari ko'rinardi. Fonar nuri bilan yo'lni yoritarkanmiz, devorda g'alati yozuvni payqadik. Bu yerda ularning ovozlari hanuz yashaydi. Yo'lak oxirida eski temir eshik turardi. Eshikda son 37 raqami yozilgan edi. Diyor asta eshikni ochmoqchi bo'ldi. Lekin u harakatlanmadi. Shu payt ichkaridan kimningdir nafas olgandek tovush chiqdi. Fonar nurini eshik tirqishiga tutdik. Ichkaridan bir zumga odam ko'ziga o'xshash narsa chaqnadi. Biz orqaga tisarildik. Eshik birdan o'zi ochildi. Ichkaridan sovuq shamol urildi.
Ichkarida hech kim yo'q edi. Faqat zanglagan zanjir va eskicha kamera o'rni bor edi. Pul tagida zang bosgan plastinka yotar edi. Biz hech narsa demadik. Shunchaki orqaga yugurdik. Eshik orqamizda o'zidan o'zi yopildi. Ertasi kuni maktabda bu haqida hech kim gapirmadi. Shavkat aka ham yo'q edi. Kechqurun esa maktab atrofiga quruvchilar keldi. Ular arxiv xonasini butunlay yopishdi. Yer osti yo'lagini beton bilan to'ldirishdi. Bir necha hafta o'tib eshitdik. Shavkat aka aslida shu joyda ishlagan eski qorovulning o'g'li ekan. Uning otasi urushdan keyin shu qamoqxonada xizmat qilgan va o'sha son 37 raqamli kamerada mahbuslardan biri. R.A. ismli kishi sirli tarzda yo'qolgan emish. U hech qachon topilmagan. O'sha kundan beri o'sha bino yonidan o'tgan har kim bir xil narsa deydi. Tunda devor ortidan kimningdir temirga urilgan ohangini eshitadi. Ding, ding. Oradan 10 yil o'tdi. Bugun men boshqa joydaman. Ammo har safar tun yarmida uxlamoqchi bo'lsam, go'yo kimdir deraza ortidan qarab turgandek tuyuladi.